Zahiriddin Muhammad Bobur vatanimiz tarixidagi takrorlanmas siymolardan biridir. Aytishlaricha, Bobur juda bahodir sipoh, iqtidorli ilm ahli sirasidan bo'lgan. U nafaqat yirik adib, buyuk tarixchi, ulkan olim, balki mohir sarkarda va davlat arbobi edi. Bobur arab tilida she'r degan ma'noni anglatadi. U bu nomga munosib shaxs edi. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda 14-fevralda Andijonda tug'ildi. Uning otasi Umar Shayx Mirzo Farg'ona hukmdori edi. Onasi Qutlug' Nigor xonim Toshkent hokimi Yunusxonning qizi edi. Bobur 12 yoshga to'lganida otasi Umar Shayx Mirzo kutilmaganda vafot etdi. Farg'ona hokimligi Boburning zimmasiga tushdi. Bobur Samarqand shahrini ishg'ol qilish uchun bir necha marotaba urinib ko'rdi. Dastlab muvaffaqiyatni qo'lga kiritdi, lekin qo'lda tutib qolish imkoniyati bo'lmadi. 1503-yilda Jayhunni kechib Xurosonga o'tdi. Kobul va G'aznani qo'lga kiritdi. So'ng Hindistonni zabt etib, Boburiylar saltanatiga asos soldi. Boburning yagona maqsadi yirik va mustahkam, markazlashgan davlat tuzishdan iborat edi. Uning bu maqsadi Hindistonda amalga oshdi. Boburdan bizga uning devonlari, Boburnoma asari va bir qator ilmiy, tarixiy, diniy, falsafiy va axloqiy ta'limiy ruhdagi asarlar qoldi. U Xo'ja Ubaydullohning Risola-i Volidiyya asarini tarjima qildi. Xatti Boburiyni ixtiro qildi. Bobur ikkita she'riy to'plam devon tuzgan. Bizgacha shulardan bittasi Hind devoni yetib kelgan. Hozirda bizda uning 400 dan ortiq she'ri bor. Shulardan 200 dan ortig'i ruboiylardir. Bobur ruboiylari har jihatdan to'kis, mukammal she'riy asarlardir. Ularda Bobur hayotining manzaralari aks etadi. Bobur 1530-yil 26-dekabrda 47 yoshida Agra shahrida vafot etdi va o'sha yerga dafn etildi. Keyinchalik 1539-yil vasiyatiga muvofiq uning xoki Kobulga keltirilib, o'zi bunyod etgan Bog'i Boburga qo'yildi.